Assalomu alaykum aziz va hurmatli dehqon akalar. Mana bu yilgi sabzi ekish ishlarini ham boshladik. Inshaalloh mana 4 ta agatga kelgan selkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Xo'p, bu selkamiz 90 agatga mo'ljallangan. 90 agati ustiga 3 qator qilib ekadi. Talablarga binoan 4 qatorli qilsa ham bo'ladi. Lekin o'tgan yilgi tajribalardan kelib chiqib 3 qatorli yaxshilik bildi. Bunga hektariga o'rtacha 2 kilo, 2 kilo 200, 1 kilo 700 urug' ekilyapti. Bu urug'dan ham tejaladi inshaalloh. Sabzi chiroyli bir tekis bo'lib chiqadi. Xudo xohlasa keyin bu odam ishlatishda ham taqalashlarda sal rasxodlari kam bo'ladi. Bu ikkinchi selkamiz. Bu xuddi shunaqa, faqat minisi. Bu 2 ta agat olib yuradi. Ustiga 3 qator qilib ekadi bu ham. Bu esa ekish holatimiz shu 2025-yil 7-iyulda ekilyapti turgan sabzilarimiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib ekilyapti. Bu selkada ekishdan foyda shuki, urug' ham kam ketadi. Keyin taqalatishlarda, eganalarda kamroq odam ishlatiladi, rasxodlarimiz kam bo'ladi. Keyin qumoq yerlarga qo'l keladi. Qumoq yerlarda ko'pincha urug'lar kuyib qoladi chiqadigan paytda. Bunda 1 mm, 2 mm ustiga urug'ni ko'mib ketadi. Yer ustiga chiqishi ham bir a'lo holatda bo'ladi. Bu sabzilar o'tgan yilgi holatlarimiz, o'tgan yilgi videolardan xuddi shunaqa qilib ekkanmiz. Bu 4 qatorli qilib ekkanmiz o'tgan yili. 95 pushtaga 4 qatorli qilib ekkanmiz. Bu sentnerlarga keladigan bo'lsa, eng bo'lmagan joyi 28 tonna, bo'lgan joylari 65 tonnagacha olib bordi. Yerda holatiga ham, keyin tarbiyalashga ham bog'liq avvalo Xudodan. Lekin qarasa bir chiroyli, bir ko'zda oladigan yaxshi ko'chat bo'ladi Xudo xolasa. E'tiborlaring uchun rahmat. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqilaveradi. 90li 532 22 33 99li 215 97 97. Vodiy bo'ylab xizmat qilaveramiz. Gektarga qarab, narxlarga qarab